Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomiz такой Instagramga reaksiya bo'ladi. Instagramdagi videolarni ko'ramizda, потом shularga reaksiya qilamiz. Birinchi videomiz son 5 yillar eng go'zal deyman shahrini ko'rib. Gerçi bitta aytyapti. Son oxirgi 5 yilda 5 yildan beri hali qo'liga qiz qo'li tegmaganda yoki akasini umuman qizlar bilan so'rashmagan akami holati deyapti. Tilni chiqarishmayapti. Hali ko'zi qonga to'lgan bolalar, tipa shunaqa bolalarni gapiryapti. Yeah, boy. That's it. Yaxshi, yomon emas. He asked for a second date. I just don't think we're very compatible. Başarılı. Az yıkamamış gelince. Vay bol ver. Final Vay. Vay kızarıp gitti sanki. Vay böyle. Bakal yaptı mı? Vay. Yığlaşan hareket qilyapti lekin Why not? Vay, что за... Naya. Bu qiz bola bo'lsa ham bundancha bo'yyoradi. Ha? Bittasan, gapirgan. I'm so glad he didn't react. İngilizce bilseydi yani kulishimni tushungandek. Let's go. Yangi video. To'ppig'imdan past, aziz yaram emas, bu joy emas, To'ppig'imdan boshingga ham emas, past. chiqarmagin sas, san o'zing nas. Xo'p, Hop azizlar. to'ppig'imdan past, To'pig'imdan past. To'pig'imizdan past. Hop aziz yaramas. bu joy emas, boshingga ham emas, Hop boshingga ham emas. chiqarmagin sas, san o'zing nas. Chiqarmagin sas. Xo'p, Hop. Mayli. Kommentga navbat endi. Buni kimdir zo'rashli aytasan deb aldagan nomardginachi. Buni kimdir zo'rashli aytasan deb aldagan nomard. This is not us. This is not us. Nice. But aytishlaricha shu yerda Xitoyda og'ir jinoyatchilarga bir kunda 3 marta eshitib jazolashgan. Ommaga ko'tini yuvmagan do'stim qizlarni oldida. Ha aytgancha uzr, men shunday shom o'qib olay. Siz hali namoz ham o'qiysizmi? Alhamdulillah musulmonman. Voy, блин, alhamdulillah. Uf. Что за юмор, блин. Ayvali. Bo'pti, namoz o'qiykan. Yetibdi. Alhamdulillah musulmonman. Bitta qiz nima deb so'rayapti? Musulmonmisiz deb so'rayaptimi? Namoz o'qiysizmi desa, ha o'qiyman desa. Alhamdulillah musulmonman. Voy. Ya, kommentariyalarga vayisga tushib ketdi. Erim bilan uchrashuvga chiqqanimda ko'chada masjiddan to'xtab kutibdi. Endi namoz o'qib chiqardilar. To'ydan keyin ummako'man. Voy, bu hali Gerçi bu bolalarni taktikasida qizlar aka ko'rayotgan bo'lsalaring qayli ko'pchilik hamma bolalar emas ko'pchilik bolalar taktikasi aka buni qani bo'pti uchrashuvga chiqishdan oldin olibdi aka bugacha mana ko'rolinglar. Hoji aka bo'ldi, yondi. To'ygacha siz u odam siz uchun hoji akadek ko'rinadi. O'sha to'ydan keyin kofshonga kiyiladi. Bo'ldi. To'ygacha bu taktikada. Ko'p bolalarga ishonib yurmaydi bunaqa masalalarga.
lekin hammalariga emas. Haqiqiy qoyakalar bor. Bilib qoldik endi buni o'zishligini. Meni qo'rqitolmaydi. Yaxshi. Qo'rqalim yo'q. Boymamiz sikirib tushgan. Aytyapti, men shunaqa aytaman deyapti muzikani. Ateşe düştüm. Siz söyleyin. Ne bu böyle? Ben yaşamak isterim şarkı. Mesela yani hissetmek isterim böyle. Keyingi videoga o'tamiz. Do'stim, olsam o'zini tiklashib yubormaydilar. Menimcha bu bola deb o'rtog'ini boyliklarini halollab olmoqchida. Olgan o'rtog'i sanga deb ketgan. Endi odamlar oldida halollab olmoqchi buni o'zini ko'rsatib. Bu mana fazla odamlar ko'rsatib. Faylim qazin ololmagan o'sha do'stim. Shu yomon do'stim baribir hech kim ishonmaydi. Sening haqida aytib beraman janozaga yig'ilgandagi. Haliman tushunmadim. O'zim yolg'izman, lekin do'stimga qizga nima deb yozishni o'rgatyapman. Men bila o'ynamaydi. Jose Mourinho. Faylim. Mami komment qildi. Men Alonsoga o'xshab mashg'ulotda o'ynayman. Fayligim. Yomon qildi bat. Tushunganlar kommentariga yozamiz. Anchadan afson keyin Old Sporting bilan yana o'yinga qaytishdi. Dehdi. Menimcha buni hammadan ham ko'proq PUBG'chilar tushunsa kerak. PUBG. Tushunmaydigan PUBG buni PUBG man bilasan. Yonayotgan yangi skin oldi. Ko'tarayotgan lobbyda eng ko'p podkat qiladigan bola shu ko'tarsa. Voy. 2009-2022gacha PUBG o'sha paytlar hozir qolib ketdi. 2019 mana soki siz boshlagan payt 2019 shekilli. 2018'de paytlarda eslasa odam boshqa to'g'ri ketadi. Nima deyapti bu? Bilaman boshlashga endi. Aqling yetsa, go, gas. O'g'il betarbiya, tarbiya olmagan. O'g'il betarbiya bilan bo'lib, bechara o'g'ilga vaqt ajratilmay qolganda, ana bu qopti. Ozgina miyasi tentroq qopti. Aka, lekin unaqa qilmaydi. Bolingiz qilay yurishini. 15-iyundan bo'ladimi? Ota qana bo'lsa bola ham shuna bo'ladi-da. Nima ham deymiz endi? Bir qiz do'stini istoriyasini adashib ko'rib qolsa do'sti. Nenoshin? Vinovatmanmi men? Vinovatmanmi? Bu ruslarning bitta gapi bor. Suv kabi bor. Suvda piyolaga qiysan piyola bo'lib qol. Chaynakka qiysan chaynak bo'lib qol. Suv oqadi, tinadi, suv vayron ham qila oladi. Bu ruslarning o'sha gapidan keyin men hayotimda katta narsa o'zgarish bo'lgan. O'shaning uchun suv kabi bo'l, do'stim. Tushundingmi? Suv kabi bo'l. Yoqtirmaysiz, narxini kuzatasiz. Ninoji? Ha? Ninoji? Voy bale. Voy. Nikita nevici. Vatan. Voy bale. Maktabda majlis borligi uchun matematika ustozini uyini yoqib olganmiz. Ertalab maktabga kelsak. Bu beyda nima qilibdi? Beyda nima qilyapti? Beyda nima qilibdi bu? Beyda nima qilibdi? Jo beyda nima qilibdi?
voy batdi yumorga borib bayam o'zim osaman deb olib shunaqa ham yumor qiladi ancha seplamas ekan bu yumor ana o'tgandi Bu biyda nima qilibdi? Biyda nima qilibdi bu? Biyda nima qilibdi bu? beda nima qilyaptimi Yo, biyda nima qilibdi bu? javobdagi matematika ustozlar ну sizlar ham ustozlaring shunaqami ну реальный narsalar hali ko'rgan bo'lsang bitta yumor mem chiqib ketganu dunyoni suv bosadida suv bosgandan keyin hali skateboardda matematika ustozi kelayotgan bo'ladi bayam do'gaba qilib qo'yibdida lekin bizda ham bitta domlamiz bor edi bayam matematika domladi mani eng yomon ko'rgan o'qituvchisi man edim doim darsga kelsam ko'chaga chiqarib yuboradi shuning uchun hozir ikki nechinchi beshta deb o'tiraman thought I was in pass and first turns out I was in fire how tarjima qilib olaylik ingliz tilini biladiganlar shunchalik zo'r ingliz tilini bilsalar mani gapim bu yerda yozilganlari emas mani gapim tarjima qilingda videoni boshlaydi motorni qo'ydi nima keragi bor edi shuni nima keragi bor edi kimga o'zini ko'rsatmoqchi bo'ldi yonidagi man videoga olayotgan qiz bola shekillida voy emotsiyalar ko'rinyaptimi sizlarga uncha ko'rinmayapti ekanda что за юмor yaxshi технология Без этого, в принципе. Thank you! Sen yok şey yani. Ekanga qaradi, men menga Без qaraysan. этого, в принципе. Qara, sen chiqasan. Qara. Ekanga qara. Qara şeydi. Ya bo'pti ko'rmandi. Yangisi do'stingning qilmaguncha tashlanasiz. Dumulumaki, shumulumaki, dumulumaki. Vallahi whole life is now. Hazreti hayatım ya. Ne yılda lekin almashinasi lekin 100 talik boy. O'g'il bolalardan eng ko'p hali chetda yurganlar bormi? Chetda yurganlar kommentariyada yozib ketinglar, ana bo'lishini. Bruslining bitta gapi bor. Suv kabi bo'l. Suvda piyolaga qiysa piyola bo'lib qol. Chaynakka qiysang chaynak bo'lib qol. Achi, men o'zim ham chetda yurardim-da, yaqinda yerda ishlayman. Ishga ertalab chiqib ketadim, kechqurun kelib, so'z uyqu, yana o'tiramiz, yana ishga. Hayot bir xildan shu. Bitta chiziqda ketadi, bitta chiziqda. Men chetda oziq qiladi, shunaqa qiyinchiliklar bor chetda. Oson emas. Ertangi imtihonga tayyormisan, albatta. Unda 1945-yildan o'taydi. 1914-yil. Hozir tayyorsan? Bular ikkita geniyda bular. Birga qarab yozib o'tirishdi. Bular 100% tayyor bular. El Clasico bo'ldi bu yil lekin. Lekin men o'zim yaxshiman, bu yilgi El Clasico yutqizishimizdan qat'iy nazar pasaydi bo'ldi-ku. Lekin bayon dahshat o'yin bo'ldi. Haqiqiy El Clasico'ni ko'rdim-da. 2017-2018-yillarda El Clasico ham bo'ladi.
shu xuddi o'shanga o'xshash erkalatishga bo'ldi. Uning darajasida bo'lmasa ham, lekin yomon bo'lmadi. Man bitta tomondan gapirib yaxshi qilyapti, intilgani oshiryapti ham. Ali. 2 pors suzma. 3 kunlik ham bo'lsinmi yanında salatlar bilan? Stadionda safyanang 15 minutda boradi. Voy, montajchilik yo'q qilishdi. Montajga 5 lekin. Samirjon, qanday bunaqa gapchilik bo'lding? Bir xil aytadi, bitta urgansan deydi. To'noqni avuj bilan qilsa biladi, unisi. To'rtta ko'taradi, to'rtta foydasi yo'qdir. Bu tabiiy bu. Bu tabiiy bir bitta urgan deydi. Lekin to'noqni avuj bilan qilish kerak edi. Avuj bilan qilsa o'zi orqaga chiqaveradi. Avj nima ekan aka? To'mirlar ham chiqiladi, to'mirlar. Buni qara. Terminator. Terminator. To'noqni qilish kerak, avuj qilib qilish kerak edi. Qanday ko'tarish yo'lini bilish kerak. Estilaymi? O'rganinglar. Avj bilan tosh ko'taringlar. Avjsiz bo'lmaydi hech qachon. Avj bilan. Mehnat qilish kerak, mehnat. Ana shu sassiq ko'rpaning ichidan turdani o'rningdan hozirroq turib harakatga kech. Harakatni boshladani ishingni qilib, ro'zg'oringni terbatib, ota-onangga yaxshi sharoit qilib berish uchun yaxshi harakat qilib, ter to'kib ishla. Erka sigaret chakib, nost chakib umring o'tib ketyapti. Rahmat va nima edi? Motivatsiya uchun rahmat aka, motivatsiya uchun. Bolalikdagi kiyimni kiygan. Bolalikdagi kiyimni kiygan. Avj bilan qilsalaring, avj bas, avj bilan qilish kerak. Avj bilan qilsalaring bo'lmaydi hech qachon. Aka, sizga 1 million bersam, nimaga ishlatardingiz? Nimaga? Ha. Amskerim. Bilatni qaynatma shoh bo'ptimi? Ba'zi bilatni. Voy buni. Ali. Tashlandi. Amskiga mazur. Kambag'al yaxshi bolalarga. Yaxshi bolalarga. Kambag'al yaxshi bolalarga. Qaynatma sho'rva, kambag'al yaxshi bolalarga. Dam olishga borgan tovuqlarni dam olish joyi. Oshqozonga borgan tovuqlar endi. Noldan shunisi gasni o'chirib qo'yamiz. Noldan 110 ga 2225 qilib qo'yishimga azizga qolgan edi. Tushundinglarmi? Tushunmaganda bu yumor yosh bola ham tushunsa kerak. Tushunishga ko'p vaqt ketarkan, oshqozon. Do'stim bilan mechga kelganda endi uni topmayapman. Vay. Do'stim bilan mechga kelganda endi uni topmayapman. Kimda bo'ladi shunaqa holat? Lekin yaxshi aka kallangizga qayerdan keladi bunaqa g'oyalar? Kallangizga sizni shunda qilib do'stingiz ham o'shalardanmi, zevalardanmi? Zevalardan emas aka, boladan, chala boladan, 07 Sen nihoyat maqtayotgan Teshlegin va Alison bu qilgan ishlarni qila oladimi? Tan ovozga chiqib nima kelmasa bo'ldi. O'qigan seyflari buni yaxshini qilishadi. Pike prime davini hech kim eslolmasa kerak. Pikeni prime davi boshqacha bo'lgan. Menga Pike yoqadi, o'zi ham zo'r seyflar qiladi. Yana kim uni muxlisi? Haybat. Birdan joyiga o'tdi. Meni golkiper 2025 prime. No, deb qolsa ham haqiqatga yaqin. Pikeni ham shogird shekilida bu. Começou ali Palmer. Ağzına sokaydı. Bu bir şey. Kim gördü oyunda 3-10. 3-10'ga bizning og'alarimiz
işte. Qo'rqmanglar, qalbim o'rni o'tkazib yuborar ekan. Ay, sahiy. Vay bana. Tanıştırayla. Başaranı belli. Vay bana tanıştırayla. Ay bir şey esniyor mu? Vay ağanı. Vay be. Vay. Vay be, bombaları. Dembele. Çok tanıdı lan mı? Ha? Çok tanıdı acıyla. Vay. Peki yomon qipti, yomon qipti. Hop, azizlar, shu bilan bu videomiz ham tugadi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga подписка qilamiz. Oxirigacha go deb yozib ketsangiz esdan chiqmasin. Bu hali boshlanishi. Bundan ham yaxshilar hali bormasa, oldinda bundan ham zo'r nimada qilamiz hali. Yoki zo'r bo'ladi. Shuning uchun gaz, like, подписка Deshkani yolg'aydi. Sizlardan shuni so'raymiz bo'ladi. Yangi ketdik bo'lmasam, keyingi videolarda ko'rishguncha. Siz jigarimiz xayr qiling, xayrlashma deb xayr deb qo'ying. Akalarga xayr degin. Emas, ekranga ayting. Ekranga nima qilasan mana? Bilmayapti. Yaxshi qildi. Mana gaplarni Hayırlar şuradan götüreyim. Geleceğim. Oldu. Oh. Ve taze alıp gittim oldu. Ve taze alıp gittim. Vay lan. Dinledim akıllı yapsan. Vay lan. Ben de yanıma almışım bir şey aynı. Ya fakat ben de bir şeyim şaka abi. Şöyle. Kablan bu basılı geldi. Bir olmuyor. Vay be, muhteşem. Oldu. Muhteşem. Siju, ne tabii. Otterdagi bugun shu bilan bugun sevamiz. O'z nihoyasiga yetdi tushib ketasan. Bo'ldi. Dedim. Nima deysan? Hamma joyim yurib. Shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi seriyada ko'rishguncha. Bay bay.